Shahrimizga harbiylar kelishgach, ulardan yordam so'rab bordik, ammo yordam o'rniga ular qurollarimizni tortib olishdi. Shunda biz ularning qurollarini o'g'irlab olishga qaror qildik. Operatsiya vaqtida ularning rejalarini bilib qoldik. Rejaga ko'ra, ular kasal hayvon tishlagan har bir odamni o'ldirmoqchi edilar. Mening do'stim Robni ham kasal hayvon tishlab olgan ekan, ammo u buni bizga aytmagan edi. Agar uni harbiylardan qutqarmasak, uni o'ldirishlari aniq. Qadrli obunachilar, video avvalda sizlarga Tilgam Gamer kanalini tavsiya qilib o'taman, chunki u yerda Minecraft haqida juda ham qiziqarli videolarni tomosha qilishingiz mumkin. Ha do'stlar, mendan salom ham aytib qo'yinglar. Kelinglar unga 1000 ta obunachi yig'ishda yordam beramiz. Uning videolari juda ham qiziqarli, shuning uchun ham ссылка описаниеda va tepadagi uzun bosib o'tishingiz mumkin. Xo'sh, atrofda zombi hayvonlar ko'rinmayapti va bu juda ham yaxshi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Derpmanman va yangi videoga xush kelibsizlar. Juda ham tanish salomlashish. Bilasizlarmi, zombilar orasidagi hayotimiz mana asta-sekinlik bilan o'z joyiga tushib bormoqda. Biz yaxshigina yashab yuruvdik, lekin afsuski harbiylar kelib qolishdi va ular bizga yordam berishning o'rniga bizni o'ldirishmoqchi. Aniqrog'i, zombi hayvonlar tishlaganlarni va bilasizki, Robni ham zombi hayvon tishlab olgan ekan, lekin Rob bizga buni aytmadi. Xo'sh, nima o'ylab topdinglar? Hozircha hech narsa yo'q. Hozir dayarp aytmabman. Bilasizlarmi, menda bir kichkina g'oya bor. Qanaqa g'oya ekan? Biz o'zimizga podval qurishimiz mumkin. Shu yerda uyimizni tagida va u yerga siz ham, Rob ham sig'asizlar. Shunda qurollarni ham yashirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Agar harbiylar kelsa va kim biladi, tintuv o'tkazib qolsa nima bo'ladi? Bu gaping to'g'ri, chunki tintuv o'tkazishlari mumkin. Axir qurollari yo'qolganini sezishgandir. Shuning uchun ham o'zimizga podval qurishni, ya'ni yerto'la qurishni tavsiya qilaman. Yaxshi g'oya, demak boshlashimiz mumkin. Lekin qayerga qilishni bilib olish kerak. Bu yerga bo'lmaydi, chunki gaz plita juda ham nima desam ekan, shubhali g'oya va vannaga ham bo'lmaydi, chunki bu yerda quvurlar bor. Agar birortasini teshib yuborsak, juda ham yomon bo'ladi. Shuning uchun hozir kravatni olib qo'yish kerak. Aytgancha, mana shu yerga qilishimiz mumkin. Hozir bu yerga bularni tashlab qo'yay. Qurollar bizda hozircha juda ham yetarli va magazinlar ham yetadi. Yigitlar, hozir ishni boshlaymiz. Men nima qilay? Sen hamma narsani yig'ishtir. Amaki, siz instrumentlarni oling, men esa kovlashda yordam beraman. Yaxshi. Keyin sizlarni shu yerga yashirib qo'yaman. O'ylaymanki, bugun ichida kelib qolishsa kerak, chunki menimcha ertaga boshlaymiz deyishganimda, xolos esimda yo'q, ammo tez orada kelib qolishsa kerak. Xo'sh. Bu yerda mana menda belkurak va kirka bor. Xolos ishni boshlasak bo'ladi. Yaxshi, da boshlaymiz. Qurollar, ovqatlar, kravatlar va hamma narsa shu yerda ortiqcha nima desam ekan, shubha uyg'otishi mumkin bo'lgan hammasi va qurollarni ham solib qo'ydim, ammo to'pponchani o'zim bilan olib olaman. Agar biror nimada to'g'ri ketsa, ularni o'ldirishga to'g'ri keladi. Umid qilamanki, ungacha bormaydi. Men ham shunga umid qilaman. Mayli, unda sizlarga omad. Men hozir xo'sh, hammasi joyida, to'pponcha bu yoqqa tursin va bo'ldi. Hozir yopib olaman. Sizlarga yorug' degan umiddaman. Bu yerda qolish yaxshi. Mayli yigitlar, omad. Omad Darp. Katta rahmat. Kelib qolishsa kerak hozir. Chinursin, eshitdingizmi? Menimcha kelishdi. Darp, bola chiqa qol. Bu yerni yop. Bo'ladi. Hozir, bir daqiqa. Hammomda edim. Yopish kerak. Chinursin. Bo'ldi. Yaxshi, bu yerda biror nima bormi? Mana bilan yopib qo'yaman. Kravat bilan yopib qo'yaman. Agar so'rashsa, derazadan uzoqdagi xona bo'lgani uchun deb. Yigitlar, omad tilaylar. Boshlaymiz. Chiqyapman. Kim bu? Hozir ochaman. O'zi nimaga kerak edi? Shunaqami, hozir kalitni olib chiqay. Nursin. Rostdan tekshirib yurishibdi. Okey. Mayli, omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Buncha qolib ketdingiz? Hammomda endi. Bundan tashqari kalda ichkari turganda. O'zi nima bo'ldi? Bu yerda tirik odam bor ekan. Tirik odam? Tepa qavatlarni tekshirdik, hech kim yo'q. Hamma o'lgan yoki uyda yo'q. Nima qilyapsiz? Tekshiryapman. Nimani o'zi? Kasallanganmisiz yoki yo'q? Hammasi yaxshi, siz sog'siz. Sog'man. Bilasizmi, zombi hayvonlar odamlarga tashlanishadi va agar ular tishlab olishsa, odam na zombiga aylanadi, na o'ladi. O'ladi, ammo juda ham qiyin. U ich-ichidan virus insonni yo'q qiladi. Shuning uchun ham agar kasallanganlar bo'lsa, ularni birdaniga o'ldiramiz. Chunki ularni jasad qoldiqlaridan ham zararlanish mumkin. Undan tashqari yana kim biladi nimalar bo'lib ketishi mumkin. Biz bu virusni oxirigacha o'rganmadik. Demak, undan qutulish sira iloji yo'qmi? Afsuski yo'q, lekin olimlar buning ustida ishlashyapti. Tushunarli. Necha kunda odam o'ladi? Yaqin bir hafta ichida kasallangandan so'ng.
Nursin. Nima bo'ldi? Hech nima, shunchaki qo'shnimni ko'rgandim, zombi tishlab olganda. U yaqin atrofda ko'rdingizmi? Yo'q, ancha-muncha bo'lib qoldi. Menimcha o'lgan bo'lsa kerak. Ha. Mayli. Sizlar kasallanganlarni o'ldiryapsiz, shundaymi? Ha, afsuski shunday qilishga majburmiz. Tushundim. Mayli, omad. Rahmat. Uydan chiqmaslikka harakat qiling. Yaqin orada hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Bu shaharga yaqinda kimyoviy hujum bo'ladi. Shuning uchun ham biror yerda yashirinib olganingiz ma'qul. Sizda yerto'la bormi? Yo'q. Unda yerto'laga biror joy toping yoki garajga kirib oling. Xullas, siz bu yerda oxirgi tirik qolganlardan biri bo'lishingiz mumkin. Lekin biz hamma yoqni hali o'rganmadik, shuning uchun ham bilmadim. Katta rahmat sizga. Arzimaydi. O'zingizni asrang. Rahmat. Ana xolos do'stlar. Nursin, demak kasallikdan davo yo'q ekan. Robga buni qanday aytaman? Nursin. Ketishdi degan umiddaman. Ketmay ham borishadi do'stlar. Lekin Rob axir o'lishi mumkin emas. Mayli. Yigitlar, menda yomon xabar bor. Nima xabar? Bilasizlarmi, afsuski kasallikni davosi yo'q ekan. Tushunmadim. Robni kasalligini, ya'ni uni zombi hayvon ishlab oldi-ku. Xo'sh, nima bo'libdi? Yaqin kunda o'lishi mumkin, bir hafta ichida va juda ham og'riqli o'lim bilan. Ya'ni menga o'sha harbiy shifokormi kim bo'lsa ham o'sha aytdi. Bu dardni davosi yo'q ekan, ya'ni zombi hayvondan kasallangan odamni. Endi nima bo'ladi? Bilmasam, hayronman. Nursin. O'ylab ko'rish kerak. Xo'sh, bularni qo'yaman va o'zimning qurollarim olishim kerak. Stop, tarbiyani aytmoqsanki, men nima bo'lgan taqdirda ham o'lamanmi? Afsuski, Rob, hammasi shunday. Endi nima qilamiz? Bilmasam, hozir mana bularni qo'yib olay. Xo'sh, to'pponchaniki kerak emas, vektornikni olaman. Kela qolinglar, chiqinglar, hozir bir nima o'ylab ko'ramiz. Tushunarsan. Xo'sh, buni joyiga qo'yish kerak. Qadir, bu og'ir bo'lsa ham, ammo eng to'g'ri variant shu. Meni o'ldirishing kerak. Jinnimisan, qanaqasiga seni o'ldirishim mumkin? Axir qotiling bo'la olmayman. Tushunaman, ammo do'stingni azoblardan xalos zombiga aylanishni istaysanmi? Nima, zombiga aylanmaysan? Unda og'riqli o'lim topaman. Shu kerakmi senga? Lekin seni otib tashlashimni istaysanmi? Ha, bu osonroq bo'ladi va men ham dahshatli o'limdan qutulaman. Lekin seni ota olmayman axir. Iloji yo'q, Darb. Men ham buni istamagandim, ammo nima ham qilardik? To'g'ri. Shu oxirgi yo'l xolos. Mayli, yura qol. Mana bu boshqa gap. Lekin umid qilamanki, hech bo'lmasa keyingi hayotda oxirigacha do'stligimiz. Bo'ldi, yuragim ezma, yura qol. Mayli, hammangiz shu yerda qoling. Rob, xo'sh, hozir men qaraychi, zombi hayvonlar yo'q. Yo'q, zombi hayvonlar yura qol. Seni shu yaqin rofda o'ldirib, shu yaqin rofga dafn etamiz. Bu men uchun aslida juda ham sharafli o'lim. Do'stimni qo'lida o'lim topaman. Men uchun esa qanchalik og'irligini tasavvur qilolmaysan. Nima ham qilardim? Mayli, shu yerda tura qol. Rob, bilasanmi, sen yaxshi do'st eding. Sen ham. Katta rahmat hammasi uchun. Senga ham. Bag'rimga bosay seni. Afsuski, ko'p rejalarimiz bor edi, ammo nima ham qilardik? Taqdirni rejalari boshqa ekan. Mayli. Alvido do'stim. Alvido Darb. Mayli. Alvido. Robert, nima deyishni ham bilmayman. Ba'zida juda ham ko'p g'alati ishlar bo'lgandi, ammo baribir ham eng yaxshi do'stim bo'lib qolasan. Men hamma bilan xayrlashib olay. Mayli. Hamma kim uni juda yaxshi bilmasdi. Lekin shu yaqin kunlar ichida bizga juda ham qadrdon bo'lib qolganiga, axir uni qutqarib oldik. U bizga qancha yordam qildi. Ovqatlari ham shirin edi. Konservani birozgina isitib berardi, ammo baribir ham yaxshiga yetdi, afsus. Lekin xursand qilayotganim shuki, harbiy aytgandek dahshatli o'lim topmadi. Xo'sh, yaxshi. Mana shu ifloslarni deb qayerdan paydo bo'ldi bu balo boshimizga yog'ilgan? Menimcha zombi hayvonlar boshqa yo'q. Bo'ldi, uyga qaytsam ham bo'ladi. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Endi faqatgina men va amakim qoldik xolos. Bu yog'iga nima bo'lishini hattoki tasavvur ham qila olmayman. Balki bizni
bizni o'ldirishar, balki biz ham Robdek o'lim toparmiz. Ammo shuni bilamanki, eng yaxshi, eng yaqin do'stimdan ayrildim. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Jin ursin. Derb, qarab yubor. Amaki, nima bo'ldi? Hammasini bilaman. Motam bu, ammo hayotni davom ettirish kerak. To'g'ri aytasiz, zombi hayvonlar shu yerda. Bu juda ham og'ir, ammo bilasam, yaxshisi hoziroq uyni o'rab chiqqanimiz ma'qul, chunki bular ko'payib ketishyapti va derazadan kirishga ulgurishyapti. Derazalar abadiy hammasini tutib olmaydi. To'g'ri aytasiz. Mana senga bolta, hozir. Xo'sh, nima qilishim kerak? Poyezd yo'li yaqinidagi daraxtlarni chopib kel. Bo'ladi, tushundim. Mayli, zombi hayvonlar. Hozir do'stim uchun sizlardan qasos olaman. Tushundim. Xo'sh, yaxshi. Nursin, sekin. Yaxshi. G'alati, ularni aktivligi juda ham sustlashgan. Menga e'tibor berishmayapti. Bu yaxshi. Xo'sh, bo'ldi. Okey. Menimcha ular boshqa yo'q. Yo'lda davom etsam bo'ladi. Xo'sh. Mana tepada turishibdi. Barglar fonida umuman ko'rinishmayapti. Tushunarsan. Yaxshi. Va mana bu yerda menimcha bittasi qolib ketdi. Yo'q. Menimcha yo'q. Bo'ldi, qolgan joylar toza. Xo'sh. Qayerda bo'lishi mumkin? Mana yana bittasi minus. Xo'sh, qani chiqa qolinglar. Nursin. Chunki daraxt chopib o'tirganimda yonimga kelib qolishsa juda ham yomon bo'ladi. Yana bitta zombi sigir. Yo'q. Bo'ldi. Xo'sh. Bu yerda yo'q. Mana zombi sigir. Ko'chalar hali hanuz bo'm-bo'sh. Birorta ham odam zoti yo'q. Menimcha faqatgina men va amakim qoldik xolos. Balki shahardan ketgan ma'quldir, chunki bu yerda qolishdan boshqa ma'no yo'q. Balki umuman boshqa mamlakatga, onamnikiga qochib ketarman. Axir menimcha faqatgina bizning mamlakatda bu virus tarqalgan. Umid qilamanki, boshqa yerlarda yo'q. Ammo kim biladi nimalar bo'lyapti dunyoda. Bizda afsuski dunyodan xabar yo'q, chunki internet o'chganiga bir necha kundan o'tdi. Menimcha bunga javob beradigan odamlarni ham zombilar yeb qo'yishgan bo'lsa kerak yoki allaqachon qochib ketishgan. Tushunarsan, eng yomoni bir o'zimiz qolib ketishimiz. Bir tarafdan yaxshi, biz hech kim o'z quloq bo'la olmaydi, qilayotgan ishlarimizni hech kim qoralay olmaydi, ammo bir tarafdan yolg'izlik. Mayli, yomon narsalar haqida o'ylamayman. Baribir ham qolib ketibdi. Mana bu yerda bittasi. Hozir o'ldirib tashlayman. Yaxshi. Bo'ldi. Bor yo'q ikkita patron qoldi. Mayli, keyinroq. Jin ursin. Chiqib olgan joyni-chi. Qani? Yo'q, tegmadi. Ajoyib. Qani endi kelchi. Yaxshi. Ajoyib. Boshqa zombi hayvonlar yo'q. Amaki, daraxtlarni chopib keldim. Yaxshi, qancha chopib kelding? Hozir. Eshik yonini to'sib qo'yishga menga biror nima kerak bo'ladi, ammo hamma narsa pastda, jin ursin, mayli. Mana bu mana shuni olib shu bilan to'sib qo'yaman, chunki zombi hayvonlar atrofda juda ham ko'payib ketishibdi. O'ylaymanki, yaqin orada biz yonimizga kelib qolishlari mumkin. Bu yomon, shuning uchun ham senga uyni kuchaytirishni maslahat beraman. Albatta, daraxtlarni shuning uchun ham chopib keldim. Yaxshi, qancha chopib kelding? Ancha-muncha yetadi bizga. Yaxshi, bo'la qol ularni doskaga aylantirib, shu bilan ishlarni boshlaymiz. Bo'ladi hozir. Xo'sh, bu yerda 4 ta, 6 ta va mayli, hozir aytganingizdek hammasini doskalarga aylantirman va 40 ta chiqdi. Hozir sizga mana 20 tasi sizga, 20 tasi menga. Men tashqarini yopaman. Men ichkarini. Yaxshi. Jinursin. Hozir doskalaringiz menga o'tib qoldi. Yaxshi, mana oling. Omad, rahmat. Xo'sh. Endi esa bu yerni hozir yopishga to'g'ri keladi. Zombi hayvonlar ko'rinmayapti. Yaxshi. O'ylashimcha qo'shni uyning ham eshiklarini yopish kerak, chunki u yerdan ham chiqib kelishlari mumkin, eshiklarni sindirib. Har bir juda ham kuchli sigirlar yuribdi, itlar va tovuqlar. Shuning uchun ham kim biladi, hali yana qanaqangi zombilar chiqib kelishlari mumkin. Shuning uchun ham hozir bularni hammasini yopish kerak. Shuning uchun ham bizga mana bunaqangi tayoqlar kerak bo'ladi. Tayoqlar orqali biz o'zimizga bunaqangi to'siqlarni olishimiz mumkin va ana shu to'siqlar bilan derazalarni hammasini yopib chiqamiz. Xo'sh, bizga juda ham ko'p kerak bo'lsa kerak. Menimcha kamida yana bir marta
juda ham ko'p daraxtcha olib kelishimizga to'g'ri keladi. Yana kim bilsin, mayli. Xo'sh, birinchi navbatda mana bu eshikni yopmoqchiman, chunki agar u tarafdan kirib oladiganday bo'lsa, zombi hayvonlar